Assalomu alaykum. Ismim Nodirbek. Konditsioner ishlab chiqarish bo'yicha mutaxassis hisoblanaman va bugun siz bilan kanal turidagi konditsionerlar haqida gaplashamiz va ular bo'yicha sizga qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Ushbu konditsionerlar xonalarni, ofislarni havo kanallari orqali sovutgani uchun konditsionerlarga kanalli turidagi konditsionerlar nomi berilgan. Kanal turidagi konditsionerlar past, o'rta, yuqori havo bosimli konditsionerlarga bo'linadi va rus tilida bu esa niskonaporniy, srednaporniy va visokonaporniy deb ham ataladi. Havo bosimi qarshiligi 50 paskalgacha bo'lgan konditsionerlar bu niskonaporniy. 100 paskalgacha bo'lgan konditsionerlar esa bu srednaporniy, 100 paskaldan yuqorilari esa visokonaporniy konditsionerlar hisoblanadi. Ushbu konditsionerlarning afzalliklaridan biri shift ostiga o'rnatilganligi uchun xonaning dizayni va interyeriga hech qanday ta'sir qilmaydi. Xonalarni sovutishda havo kanallaridan foydalanilgani uchun konditsionerni xonadan tashqariga o'rnatish mumkin va bu o'z navbatida xonalarni shovqinsiz bo'lishini ta'minlaydi. Shivaki brendi ostida ishlab chiqarilgan kanal turidagi konditsionerlar 18 ming quvvatdan 100 ming quvvatgacha bo'lgan turlarda ishlab chiqariladi va nafaqat sovutishda, balki isitishda ham samarali hisoblanadi. Kanal turidagi konditsionerlarimiz orasida yuqori havo bosimli, ya'ni visokonaporniy modellari ham mavjud bo'lib, xonalarga uzoq masofadan havoni yetkazib berish imkoniyatini beradi. Shivaki brendi ostida ishlab chiqarilgan kanal turidagi konditsionerlarda qo'shimcha elektr isitgichli modellar ham mavjud bo'lib, ushbu elektr isitgichlar xonani isitish samaradorligini yanada ham oshiradi. Yana shuni ta'kidlash lozimki, Shivaki brendi ostida ishlab chiqariladigan kanal turidagi konditsionerlarda inverter modellari ham mavjud. Ushbu inverter modellari yuqori energiya samaradorligiga egadir. Va eng asosiysi, Shivaki brendi ostida ishlab chiqariladigan konditsionerlarga 3 yillik to'liq kafolat va servis xizmatlari taqdim qilinadi.